Voy, yana radar tushunman. Nimadir o'ylab topmasam bo'lmaydi. Ha, topdim. Men topisha olmasliklari uchun avtomashinamning raqamini yashiruvchi maxsus uskuna o'rnataman va bu rejamni hech kim fosh qila olmaydi deb o'ylagan haydovchi fosh bo'ldi. Gap shundaki 21 yoshli yigit avtomashinaning davlat raqamini ushbu videodagi uskunadan foydalanib yashirishga urindi. Ammo qoidani buzib jarimalardan qutulish rejasi puchga chiqdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan holat bo'yicha Qashqadaryo viloyat Ichki ishlar boshqarmasi Jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan surishtiruv harakatlari olib borildi hamda qoidabuzar haydovchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarligi to'g'risidagi kodeksining 127-modda 2-qismi bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi hamda ko'rib chiqishlik uchun ushbu holat jinoyat ishlari bo'yicha Qarshi shahar sudiga yuborildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Qarshi shahar sudi bu uskunani mashinasiga o'rnatib olgan haydovchiga bazaviy hisoblash miqdorining 2 barobar miqdorda jarima jazosini tayinladi. Hurmatli haydovchilar, jarimalardan qutulishning yagona yo'li uni to'lash. To'lashdan qochsangiz har xil qing'ir yo'llarni o'ylab topgandan ko'ra, qoidalarni buzmaslikka harakat qiling.